Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy sohalar va mahallalarda olib borilayotgan ishlar bilan tanishish, yangi obyekt va loyihalarni ishga tushirish maqsadida mamlakatimizning shimoliy mintaqasiga tashrif buyurdi. Davlatimiz rahbari dastlab Amudaryo ustida qurilgan Xorazm viloyatini Qoraqalpog'iston bilan bog'laydigan zamonaviy ko'prikni borib ko'rdi. Prezidentimizning g'oyasi va tashabbusi bilan bunyod bo'lgan mazkur inshoot Qoraqalpog'iston va Xorazm aholisiga asrlar davomida orzu bo'lib kelgan edi. Shuning uchun ko'prik loyihasi har tomonlama va puxta reja asosida ishlab chiqildi. U eng yaqin masofaga ega avtomobil va temir yo'lni o'zida mujassam etgan. Mazkur zamonaviy loyiha Prezidentimizning 2020-yil 13-dekabr kuni Xorazm viloyati faollari bilan uchrashuvida ilgari surilgan. Qurilish 2021-2024 yillarda amalga oshirildi. Shu yerda Xorazm viloyatini Qoraqalpog'iston Respublikasi bilan bog'lovchi eng yaqin avtomobil va temir yo'l qatnoviga yaratgan zamonaviy ko'prikni ishga tushirish marosimi o'tkazildi. Unda faollar, jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Ushbu voqea nafaqat hudud, butun mamlakatimiz uchun muhim hisoblanadi. Shovot Qorovzak bekatlarini bog'lovchi temir yo'l liniyasi uzunligi 85 km, ko'prik uzunligi 423 metr, kengligi 8 metr, balandligi 11,5 metrdan iborat. Bu infratuzilma kuniga 12 mingta avtomobil, 24 juft poyezd harakatlanish imkoniyatini yaratdi. Endilikda yuk va yo'lovchi tashish masofasi sezilarli darajada qisqardi. Bu bilan vaqt va katta mablag' tejaladi. Ayni paytda shu munosabat bilan bo'lib o'tayotgan tadbirda davlatimiz rahbari ushbu ko'prik xalqimizning og'irini yengil, uzog'ini yaqin qilishga, transportlar qatnoviga qulaylik tug'dirish va albatta iqtisodiyotimizni rivojlantirishga xizmat qilishini alohida ta'kidlab, hudud ahlini mazkur zamonaviy majmua bilan samimiy tabrikladi. Tashrif davom etmoqda. Tafsilotlar bilan keyingi dasturlarimizda ham tanishtirib boramiz.